Bank qidirib yuribmiz. Assalomu alaykum. Bank aka yo'qmi bo'tlada? Bank. Ananın içinde boş geliyor. Madem borgansiz, boshdan burilyapti mashinalar. Ha. Chiqyapti mashina. Shunda kirim desa magazinlar bor, hamma burish kerak. Zalota korona kerak. Pul yuboryapti-da menga. Zalota korona aniq bilmay bu yerda bor yo'qligi. O shahar ichida bor lekin. Qanaqa banklarda bo'ladi o'zi? Nomini men birinchi martami? Endi Zalota korona bo'ladi. Nima Ayl bank bo'ladi. Ayl banki. Shuning ichida bor periodlar. Ha. Lekin ay boshqa kameraga banklar bor, bir bor degan ochib qisqachasi shu yerda yuribsiz. Aha. Bunda kelganda ana onu. O bilaman, o'ta magazin bor katta. Shuning ichida. Rahmat sizga kattakon. Ha. Birinchi so'ragan odamimiz bo'ldi. Bank katta. Xo'sh. Tak, do'stlarimiz yana boshlanyapti. Assalomu alaykum. Bo'shmisiz ota? Bankka borish kerak. Zalota koronasi bor bankka. Yo'q, qaysi shu qatorda? Yo'q, vash yaqinroq atrofdagi olib borsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Birinchi marta men Bishkekda o'shanga bilmayman, Furadami katta mashinada yuk olib keldik shularga. Qanday bankka, qayerga? Zalota o'sha bankka kirishim kerak ekan. Xullas kalom. Bankdan pul oldik. Endi pul olib yuborib yuborishimiz kerak endi. Bu kimdan bo'lsa ham O'zbekistonga. Bankdan qaytamiz. Salqin lekin o'sh bor. Bizga qaraganda ancha salqinda. Bizda rosa issiq. Endi 2 kundan beri yomg'ir yog'yapti Toshkentda. O 38-41 ga chiqib ketib qoldik-ku. O'shacha aytaman, bizda juda ham issiq. Bu yoqda baribir salqin. Geldik. O'shdan chegaraga qarab rasulkamiz bor edi, shuni bergani ketyapman. Hech bir Xitoy ketishimiz tezlashmadi. Allohga shukr. Kelib oldik. Ana. Endi bismillahirrohmanirrohim deb yo'lga chiqsak ham bo'ladi.